Barchaga assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar va bizni muntazam kuzatib kelayotgan aziz obunachilarimiz. Namangan Norin moshina bozorida 8-may hafta kuniga payshanba o'rtoqlar sizlar uchun ikkita tayyor navrotlari tayyor qilib qo'yilgan, bir so'm rasxoti yo'q. Olasiz, minasiz o'rtoqlar, olgan odam maza qilib minadigan Damaslarimizdan ko'rsatib o'tamiz. Bir emas, ikkita, ikkalasi ham 25 Hoji aka. Ikkalasi ham 25 o'rtoqlar, mana ko'ringlarchi. Bir xil Hasan Husan aka. Xo'p, mashinamizni endi bitta ko'rasizlar o'rtoqlar. Mana mashinaga bitta e'tibor beringlar. Bu salonni qaranglar, salonlar ham o'ta ideal holatda qilib tashlashgan. Mana magnit, oydo, muzikani ham pasaytirib olamiz o'rtoqlar. Mana muzikani ham ko'rib turibsizlar, ha? Ventilyator, monitor o'rtoqlar. Mana torpedalarga e'tibor beringlar. Chexollarni ko'ringlar, sportivniy qilib yuborishgan. Sidinalarni ham. Mana diskalarni qaranglar, yarashgandi bunga. Xo'p, tablolar ham o'rtoqlar, tuninglar qilingan, pultlar, pishalkalar o'rtoqlar. Mejigar pultlari bor. Mana tepasida patologlarni ham ko'ringlar, mana. Patologlar, mana uslitrni ham ko'ryapsizlar, ha? Original Kenworth. Torpedalar yechib, ichlari ham shumka bo'lgan. Torpedani ichlari ham shumka. Pastdan ko'rsatib qo'ying. Mana o'rtoqlar, torpedani ichlari ham shumkalargacha bo'lgan. Mana ko'riklari ham yaxshi, lelorin ko'rik, chexol, mana pollarigacha. O'rtoqlar oyoq qo'yib chiqishlar, 300 kilogacha. Mana kolonkalarimizni ham ko'ryapsizlar, original kolonkalar. $20 turadi. 3 litri kolonkasi planshetda. Komplekt o'rtoqlar $520 turiladigan. Mana skor richaklarni ham ko'ringlar o'rtoqlar, mana. Oho, barlari bilan, mana pultlari ham ko'ryapsizlar o'rtoqlar, mana. Video registratorlari 3 tadan kamera turibdi. 3 tadan kamera. Start stopga yuradi. Pultga yuradi. Avtomonda start stoplari bor. Ha, bu yoqdami? Mana o'rtoqlar start stoplarga yuradi. Sidinalarimiz Opeldan olingan. Tagi Damas, tevasi Opel qilingan, yumshoq. Ha, o'sha sidina ham boshqacha bo'lib turibdi. Oldilari bilan hamma yo'qni. Mana ablisopkalarni ko'ringlar. Ablisopkalari bilan gap yo'q, lekin mashinani Damasni haqiqiy yorvarishgan, mana qaranglar. Bay. Pollarigacha shumka mana o'rtoqlar, poli ham shumka. Mana pollarigacha shumka o'rtoqlar, 100%. 25 yili. 25 mashina Omachodiki. Omachodiki. Ha, o'rtoqlar haliga 25 ta yutilgan Omachodagi Damaslarimiz. Shular sotib oldik. Sotib oldinglar. Voydo, pasaytirib turing. O'rtoqlar mana ko'ringlarchi. Hozir ikkitasi mana tayyor ekan. Hoji aka, nech pul endi? 9,5 mingdan tushib beramiz. 9,5 mingdan tushib beramiz. Bank ham qilib beraveramiz. Bank nech pul puli boriga chiqadi? 3 ming bilan chiqadi, 5 ming bilan chiqadi. 3 ming, 5 ming bilan chiqadi. Misol uchun o'zining Damasi bo'lsa, sal yilmdayroq, barterga bormi? Gaplashsak bo'ladi. Hujjatda muammo yo'q. Naqd arzonroq beramiz? Yo'q, naqdga ham, kreditga ham 9,5 mingdan tushib beramiz. Qancha bir 9 ga berasizmi? $9,300 beramiz. Bular 9300, ha? Kam bo'lsa zarar qiladi. Undan kamiga zarar. $300 yetmayapti-da. Ha, Navrotiga. O'rtoqlar. Balasini ham ko'rsatib keting, diskalarni. Ha. Farqi bor. Bo'ldi, telefon raqamingizni aytib qo'ying. 97lik 417 77 48. 97lik 417 417 77 48. 77 48 Akmalxon aka. U oldin ham oluvdik-a, nari tomonda turuvdingiz. O'rtoqlar, ular sotilib ketdi. Hammasi 40 tacha sotdik. 40 tacha sotishdi. Doim mana shunaqa navrotlar bilan qilib tayyor qilib olib chiqishadi. Do'stlar, bexijolat aloqaga chiqaverasizlar. Mana bunisini ham ko'rishinglar mumkin. Buni diskasi boshqacha ekan, ha? Bunga boshqacha diska qo'yilgan ekan. O'rtoqlar, bu ham pashti navrotlari pashti bir xil ko'rib turibsizlar. O'sha omad shouda yutilgan Damaslarimizni birma-bir mana akamiz chiroyli qilib nolda mana navrotlar qilib chiqishibdi. Mana bunda ham hamma yoq bor o'rtoqlar. Bar, sidina, monitor, ventilyatorlarimiz, video registratorlarimiz. Mana original Kenworth kolonka hamma yoq. Ko'ringlar. Bekami ko'z qilib qo'yishgan. Olasiz, minasiz o'rtoqlar mana. Ko'ringlar, podnoshkalarimiz, tonirovkalar o'z zavodskiy bo'ladi. Mana shumka ham o'rtoqlar, o'sha ko'rib o'tganingizdek pollarigacha shumkalar qo'yishgan. Ochil endi.
Mana shuni ochib ko'rsatmaguncha qo'ymayman. Mana o'rtoqlar pollarigacha, torpedalarda ichlarigacha shumka qilib chiqqanmiz deyapti desa, bir kamchiligi yo'q. Olasiz, minasiz o'rtoqlar, lekin olgan odam maza qilib biladi, lekin ko'chalarda ham shunday yursangiz o'zi hammaning e'tiborini tortadigan mashinalarimiz bo'libdi, lekin gap yo'q. Ma'qul kelsa akaga telefon qilaversa, xohlaganlarga bunisi yoki bo'lmasa narigisi ham, ikkalasi ham sotuvda do'stlar. O'sha 9300 atrofida kelishtirib beraman deyapti. Bankka deganlarga banki ham bor. Behijolat mana aloqaga chiqaverasizlar.